Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Delta Fix ishlatganmisiz buni oldin? Yo'q. Yo'q demasangiz, hozir bir marta sinab ko'rsak shuni. Kafilga yopishtirib. Xo'sh. Birgalikda. Maylimi? Aha, mayli. Qattiq ekan? Yo'q, tushunmayman. Yo'q, bilmadim. Qani stik joyini ko'rsangiz? Yaxshi ekanmi aka? Ha, yana bitta tushunmayman. Yo'q, bilmadim. Daston qo'yamiz aka. Neda o'sha? Sahan? Shuni o'shasan. Shuni yo'qli. Necha video berdi? Hangitaching? Sahan? Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat aka. Delta Fix ishlatganmiz aka. Yo'q akajon. Bitta shuni siz bilan birgalikda sinovdan o'tkazsak. Qo'yib bo'ladi. Biz kafelni o'zingiz sindirasiz. Masalan, uzun sindirib to'qayib, birinchi pechasiga televizor. Bundan sepasi. Mana shu yerga sepib Boshqa joyidan sinadi. stik joyi bu yerda, boshqa joydan sindi. Rahmat aka. Shu yerdan ham klirlab ko'ramizmi? Yo'q. Boshqa joyidan. Ikkita stik yana boshqa joylardan sindi. Zo'r ekan akajon. Yaxshi ekanmi? Zo'r ekan.